Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qurshab jamoat qandaysiz tinchlarmi? Qirg'iziston. Bugun 11-sentyabr 2020-yil. Qurshab rayonidagi Muhammadiy meschidining ustalari bugun qo'ldan kelishicha harakat qilib, buni bizga Alloh taoloning roziligi uchun 3 eshik olib kelib qo'yib berishyapti. Bulardan içinden sentralniy eshik, sopxonaning eshigi, mana taratxonaning eshigi qo'yiladi. Ustalarimiz O'shdan kelgan Turdimamat taqsir bir do'sti bilan kelib qilishyapti. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Oldu neyse oturdun Mehmet? Su. Tezgah katırsan. Olcunu köylüyorsun mu? Pedan tezgah katıra var. Su kaçıp yapılan tezgah işit de. İş ise kısıp kurgaydı da. Şunda yollar var ekan da. Bir işin özünden jarasha qanday yollar var ha. Variantlar. Şu Turdimamat taqsir o'tganda buni onlaynliklardan kelib qo'yib ketgan. Alloh rozi bo'lsin. Bugun eshiklarga kelib qo'yib o'zim qo'lim bilan. Aqjo'ltoy bola. İnşallah. Meçhuz bütün qalışına azması qalıb Allah taolaning rahmi bilan Xudo qalasa inşallah. Sentyabrning oxirini ochib qolamiz bugun, Xudo buyursa. Kelingizlar, kelib namoz o'qib, mehmon bo'lib ketingizlar inşallah.